ayolimizda sut bezi tekshiruvini o'tkazdik. Tekshiruv natijalari ijobiy emas. Mana shu holatni men sizlarga qo'yib bermoqchiman. Keyingi istoriyada nima uchun bu ayollarimizni sog'ligiga befarq bo'lmasligi, ogohligi uchun qo'ymoqchiman. Keyingi tekshiruvimiz bu sut bezi tekshiruvi. Ayolimiz juda ham yosh, 3 ta farzandi bor. Ayolimizni ko'rganimizda mana bunday protoklar ichida papilloma aniqlanyapti. Vnutri protokoviy papilloma deymiz buni biz mana. Bular juda ham katta hajm, katta razmerda o'sgan. Ayolimiz juda ham bu holatni o'tkazib kelyapti. Mana juda ham katta hajmda. Mana bu sasokka qarab o'sgan. Vnutri protokoviy papillomalarni ko'rishimiz mumkin. Mana bunday holatda papillomani invazivniy vnutri protokoviy karsinoma turiga shubha bor. Shuning uchun ayolimizni chuqur tekshiruvga yo'naltirib, undan keyin agar tekshiruv natijalari yaxshi chiqmasa, sut bezlari olib tashlanadi. Hozircha ayolimizda qo'ltiq osti tugunlarida hech qanday metastaz holatlari aniqlanmayapti.